Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. Hammalarni Allohimni o'zini baytini tamom qilishga taklif qilamiz. Mana Xudo xolasa 12-noyabr kunga yana reys qo'ydik. Bu reysimizni Toshkent Madina reys qo'ydik. Shu reysda Xudo xolasa hammamiz birgalikda borib ibodat qilamiz. Shoshilinglar. Bu reysimizni Centrum kompaniyasi, samolyotlarimiz yangi. 14 kunlik paketimizda 3 kun Madina Munavvarada bo'lamiz. 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz. Madinadagi sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz, ibodatlarimiz, mehmonxonalarimiz hamma sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Makka Mukarramaga borganimizdan keyin ham bu yerda 11 kun bo'lamiz. 11 kun 3 mahal taom beriladi. Umra amallarini qilamiz. Umradan keyin yana Toyib shaharlariga sayohatga olib chiqib, qaytishda yana umra qilinadi. Undan keyingi vazifalarimiz Makka Mukarramadagi sayohat qilinadigan barcha joylarda sayohatlar qildiramiz. Gruppamizni hammasini birgalikda umra badal qildiramiz. Birgalikda hamma amallarni o'zimiz 50 yoshimiz birga yurib, birga turib qildiradi. O'shaning uchun mana ko'pchilik borganlarni ko'ryapmiz, borib qo'y qarz bo'lib qolyapti. Amallarni to'liq mukammal bajara olmasdan qarz bo'lib qolishyapti, gunohkor bo'lib qolishyapti. O'shaning uchun o'zim birga borib, o'zim birga olib kelaman. Harakat qilinglar. Mana hozir bir 25 tacha odam bo'lib qoldi. Joylarimiz chegirma qilingan. 46 ta yoki 45 ta odam olamiz. Bundan oshiq olinmaydi. Shuning uchun tavsiya qilamiz. Pastdagi raqamlarga yana kerak bo'lsa murojaat qilsanglar, tushunmagan narsalarni tushuntiramiz. U yerga borganda nima olish kerak, nima qilish kerak, qaysi amallarni qilamiz, nima bo'lsa telefon qilsanglar, telefonda maslahatlarni so'rasanglar javob beraman. Yengilgina qilib turib, aptekaga olasizlar. Aptekaga bosh og'riq, tomoq og'riq, oshqozonga, shunaqa yangi tabletkalardan olasizlar. Erkaklar ehrom oladi, ayollarga ehrom shart emas. Ayollarimizga pokiza yuvilgan liboslar bo'lsa bo'ldi. Bu yerda liboslarni ham yangi bozordan borib olsin degan nima yo'q. Shu yangi pok bo'lsin degan joyi bor. Pok bo'lsa bo'ldi ayollarimizga. Ikkita qator liboslardan olsa yetadi. Xo'p, yana tushuntiradigan joyim ehromlarni erkaklarimiz oladi, oq papichka oladi. Shu bilan erkaklarga bo'ladi olinadigan narsalar. Yengillar ham ikki qatordan yaxtak, shalvar olib olsa bo'ladi. Endi 12-noyabr kuni Toshkent Madina reysimizni ketamiz. Narxlarini so'raydigan bo'lsanglar, narxlari $1050 bo'ladi. $1050 ichiga kiradigan narsalar viza, bilet, texnik xizmatlar, Ravzaga olib kelinadi, Ravzaning xizmatlari bor, to'lovlari bor, uni to'laymiz. Undan tashqari taomlarimiz bor, 14 kunlik yemoq taomlarimiz bor. Hop, sayohatlarimiz bor. Mana qayerga sayohatga boradigan bo'lsak, sayohatlar ham shu xarajat ichida bo'ladi. Undan tashqari Xurmo bog'iga borgandan keyin osh tashkil qilamiz ekson qilib. O'shalar so'tlar ham hamma xarajatlar shu $1050 ichiga kiradi. Shuning uchun o'zingizlarga mablag' keladigan bo'lsa, Xudoning qanday sovg'a solam olaman desanglar, $200 mi olsanglar yetadi. Atak o'zi borib kelishinglarga shu $1050 hammasi bordi keldi, yemoq, ichmoq, yotoqxona, mehmon hammasiga yetadi. O'shaning uchun shoshilinglar. Mana Xudo xolasa bugun 5 bo'ladigan bo'lsa, 5-islo bo'lsa, nechun qolibdi? Bir hafta qolibdi. 12-kuni Xudo xolasa noyabr kuni hammamiz birgalikda Toshkent Madina reysda Xudo xolasa ibodat qilgani chiqib ketamiz. Shoshilinglar, joylarni bron qilinglar.